Hurmatli obunachilar, bugun men sizlarga klematis gulini sotilishini e'lon qilmoqchiman. Mana bu ko'rib turgan gullar tayga sorti yirik gulli maxro'y bo'lib ochiladi. Aprel oyidan to oktyabrgacha vaqti bilan ochilib turadi. Ushbu gulning afzalligi issiqqa ham, sovuqqa ham o'ta chidamli, 29 darajagacha bo'lgan sovuqqa chidaydi. Bundan tashqari buni men eka boshlaganimga bu yil 10 yil bo'ldi. Mana shu 10 yil ichida buni mahalliylashtirganman. Mahalliylashtirishga sabab chetdan keltirilayotgan klematis gullarning ildizlari Yevropa iqlimiga moslashgan bo'ladi. Bizni yozgi issiqlarimizga chidamasdan ko'pchilik qismi nobud bo'lib qolyapti. Bu gullar esa ekkaningizdan keyin yaxshi rivojlanadi. Sovuqqa ham, ayniqsa bizning yoz iqlimimiz issiq bo'lgani uchun issiqqa ham juda chidamli, mahalliy sharoitga moslashgan. Ushbu gul ko'chatlarini sotib olish uchun sizlar menga telefon raqamim 91 604 70 01 Andijon shahrida joylashgan, murojaat qilishinglar mumkin. Lekin ko'chatlar soni ancha cheklangan, demak sotib olishga shoshilishinglarni so'rayman.